Men Andijonlik Tojiboyeva Hatijaxon 75 yoshdaman. Asli mutaxassisligim biologiya o'qituvchisiman. Men juda ko'p yillar davomida o'tdan qiynalib yashadim. Chunki qaysi o'ziga borsam o't zavodining direktori keldi mana qanimaga kelingchi derdi. Shunaqa shag'al ko'pda juda ham tosh. Endi mana shu toshlarni men mana shu qora sedinani kapsulasi bilan yo'qotdim. Rosa 3 ta idishini ichdim. Oxirgisini ichmasdan 4-sini olib o'ziga borsam o'zicha aytdim, bo'ldi, endi to'xtating dedi. Hech qanaqa nima qolmagan tosh dedi. Juda chiroyli o't dedi. Hattoki jigarni ham nihoyatda chiroyli qilib qo'ysiz dedi. Chunki burun men serroz bo'lganman. Jigarim juda xavf ostida turar edi. Hozir hech qanaqa xavf qolmagan, juda chiroyli bo'lib qolgan dedi. Endi ichkis kelsa dedi, 2 mahal ichmasdan 1 mahal iching dedi. Yoki bo'lmasa 2 kunda 1 iching dedi. Chunki mana bu ichayotgan narsangiz dedi, o't suyuqligini haydab berar ekan dedi. Shuning uchun sizga juda katta foyda qilibdi. Mana ranglaringiz ham tozalanib qolibdi. Endi buni ikkisidan ichmasdan faqat yo cherizdan yoki bo'lmasa 1 kunda 1 mahal iching. Kerak bo'lsa menga ham olib bering, men ham onamga ichiraman dedi. Keyingi safar borganda olib berdim. Natija olgunizcha qancha vaqt ichdingiz? 3 oy vaqt ketdi. Ikkisidan ichdim. Endi keyin faqat buni ichib qolmadim-da, ko'pesini ham ichdim 2 mahaldan. Shuning uchun men 11 kilo ozdim. 11 kilo ozgan. 11 kilo sizga aytib keldim, men 11 kilo ozibman. 11 kilo ozgan. Keyin boshim juda uzoq vaqtlar og'rirdi. Men ko'p yiqilganman, avariya holatda bo'lganman. Shuning uchun bir kun rosa ham yomon boshim og'ridi. Banishda yotdim, natija bo'lmadi. Nevrologiya doktorlariga uchradim, rosa ko'p o'kil dorilar oldim. Barnoxonga kelib, shuni ham yomon bo'lyapti. Shu arzonizni ham ichib ko'rsammikin desam, iching ina. Faqat hali kechqurunda 1 mahal desa, biz haliga o'zbek odam sadda bo'lamizda, uxlashdan oldin desa uxlab olib, voy uyqu kelmayapti-ya. Voy endi nima bo'larkin, boshim aylanib ketamkin deb bir kun rosa qo'rqdim. Hech narsa bo'lmadim, ertasi kuni yana ichdim, aqna qilib, bundan ham 3 ta ichdim. Hozir ham ichyapman 3-sini. Chunki boshimda hech qanaqa og'riq qolgani yo'q. Bundan men juda ko'p natijalar oldim. Endi bundan tashqari qo'shnimizning bolasi suzurgi bo'lar edi, tez-tez. O'shunga berdim ichib ko'rsin deb. U ham xursand bo'ldi, rosa yaxshi natija beryapti. Yaxshi narsa ekan deb.